Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzğa sunuşdurışımız qənəmizdə diqqətinizlər ekranımız olsun. Amerika yeni qanun ma'qullab Xitoyni cheklashni qaror qildi. Amerika ovozining 12 dekabrdagi xabarda bildirilishicha 2021 yillik Amerika davlat mudofaa huquqiy qonun loyihasi ikki palataning ma'qulligidan o'tgan bo'lib, ko'plagan taraflarda Xitoyga chetildi ekan. Mazkur qonun loyihasi ichidagi Tinch okean tahdid plani kishilarning alohida diqqatini qo'zg'agan bo'lib, analizchilar bu planning qanday qilib Xitoyni unumli cheklab, Amerikaning Osiyodagi mudofaa holatini kuchaytirish uchun muhim qadam bosqich bilan ta'minlaydiganligini bildirishgan. Bildirilishicha, Amerika Kengash palatasi ma'qullagan davlat mudofaasi huquqiy qonun loyihasi 84 ovozning qo'llashi, 13 ovozning qarshi chiqishi bilan seshanba kuni ma'qullangan. Bu qonun 2021 moliya yilida 740 milliard 500 million dollarlik davlat mudofaasi xomchoti bilan ta'minlaydi ekan. Bu xarajat askarlarning maoshi, yangi uskunlarni setib olish va tashqi ishlar qatorliq har qaysi taraflarga ishlatildi ekan. Kengash palatasining ko'p sonliqlar rahbari Mitch McConnell bu vaqtda to'xtalib, bu qonun loyihasi orqali armiyamiz Xitoy tahdidiga qarshi tayyorlik qiladi va Hind-Tinch okean rayonida Amerikaning kuchini namoyon qiladi degan. Mazkur qonun loyihasi yana Xitoyning tahdidiga qarshi turishning muhim bir qismi sifatida yangi Tinch okean tahdid plani boshlangan bo'lib, bu turga 2021 yili moliya yilida 2 milliard 200 million dollar mablag' ajratilgan. Bu plan Amerikaning Hind-Tinch okean rayonidagi kuchini oshirib, ittifoqdoshlari bilan bo'lgan hamkorligini kuchaytirdi ekan. Ma'lum bo'lishicha, bu qonun loyihasining kuchga ega bo'lishi uchun prezident Trumpning imzo qo'yishi kerak bo'lib, Trump bu qonun loyihasidagi bir qism moddalarga norozi bo'lg'achqa rad qilishi mumkin ekan. Shundaqdimi parlament va palata a'zolarining 3 dan 2 qismidan ortiq a'zosi qo'llab bilat tashlaganlikdan Trump rad qilgan taqdirdami kuchga ega bo'ladi ekan. Amerika Huawei şirketini yana bir qatim tahdidlab bekitdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika Federatsiya aloqa komiteti 10 dekabr yana bir qatim Huawei'ni Amerikaning davlat bexatarligiga tahdidlab bekitgan. Amerika bu yil 6-oyda Huawei'ni Amerikaning davlat bexatarligiga tahdidlab bekitgan. Ammo bu qarordan keyin Huawei qayta tekshirib qaror chiqarishni iltimos qilgan. Amerika Federatsiya aloqa komiteti oldingi kundagi ochiq yig'inda bilat tashlash orqali Huawei'ning bu iltimosini rad qilib, uning Amerika aloqa to'riga elib keladigan tahdidini qayta bekitgan. Amerika Federatsiya aloqa komitetining hay'at a'zosi Berindan Kar payshanba ochilgan ochiq yig'inda "Men Xitoy kompartiyasi va uningga yordamlashuvchilardan cho'ngroq bexatarlik tahdidini o'ylab yetolmayman. Xitoy josuslik, aqliy mulk huquqi va savdo sanoat jihatlarida ustunlikka erishish uchun Amerikadagi xodimlarni nazorat qilishga urindi" degan. Yig'indan keyin e'lon qilingan bayonotda Huawei'ning Xitoyning besimi ostida osonli josuslik harakati bilan shug'ullanganligini, Huawei'ning Xitoy armiyasi bilan quyuq aloqasining Amerika uchun muhim bir xavf ekanligi o'tirg'a qo'yilgan. Bildirilishicha, yig'inda chiqarilgan qaror Huawei'ning uskunalari va mulozimatini setib olmoqchi bo'lgan shirkatlarning yanada cheklamaga uchraydiganligidan derak beradi ekan. Komitet muzokara orqali yana yangi qaror chiqarib, Huawei va Zhongsheng shirkatining ilgari o'rnatilgan uskunalarini cho'vishga iqtisodiy to'liqlama berish turini ma'qulladi. Bu Amerikadagi nurg'unlagan uchoq tijoratchilarining Huawei uskunalarini cho'vish va almashtirish xizmatiga yordam beradi. Huawei uskunalarining bahosi to'van bo'lg'achqa o'tganki 10 yilda nurg'un yezi tijoratchilarining birinchi tanlashiga aylangan ekan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Federatsiya aloqa komiteti tunugundan tortib Xitoy telegraf shirkatining Amerika qit'asidagi tarmoq bo'limini rasmiy tekshirishga boshlagan. Sharq Turkistonning boyligini bulang-talang qiladigan temir yo'ldan yana biri ko'paytirildi. Atalmish Xinjiang gazeti xabarida oshkorlanishicha, Golmod-Korlu temir yo'lida butun liniya bo'yicha qatnash boshlanib, Xitoy o'lkasidan Sharq Turkistonga kirib chiqadigan temir yo'l cho'ng liniyasidan yana biri ko'paytirilgan. Bildirilishicha, Xotan chaqiliq temir yo'li qurilishining tezlatilishiga ergashib, Sharq Turkistonning janubida temir yo'l aylanma liniyasi shakllantirilgan. Golmod-Korlu temir yo'lining umumiy uzunligi 1206 kilometr bo'lib, sharqda Qinghai o'lkasining Golmod shahridan boshlanib,
Chaqiliq naisi Lopnur naisidan o'tib, oxirida Korli shahriga kirib, Qinghai Tibet temir yo'li bilan olindi ekan. Buning ichida Qinghai Tibet bo'ligida bu yil qatnash boshlangan bo'lib, bu yo'lning umumiy uzunligi 734 kilometr keldi ekan. Xitoy taratqullarining bildirishicha, Golmud Korli temir yo'li Xitoydan Yevropa va G'arbiy Osiyoga tutishadigan quruqliq transport cho'ng yo'llarining biri bo'lib, Xitoyning bir balvoq bir yo'l plani uchun foydali rol o'ynaydi ekan. Navbatda Xitoy Sharqi Turkistonning tabiiy boyligini bulang-talang qilib, Xitoy o'lkalari va chet elga to'shib setish qadamini tezlatgan. Turkiyada bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar 32 mingdan oshdi. 11 dekabr Turkiya Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca bir kun ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 32.106 ga yetganligini e'lon qildi. Səhiyyə Ministrining ma'lumotiga asoslanganda Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 208.873 kishi tekshirilishi orqali yangidan 32.106 kishining yuqumlanganligi aniqlangan. Navbatda 5607 kishi doktorxonada bo'lib, bir kun ichida yana 226 kishi qazo qilib, 5516 kishining salomatligi asliga kelgan. Navbatda Turkiyada Xitoy virusi boshlangandan beri salomatligi asliga kelganlar jami 458.109 ga, qazo qilganlar 15977 ga, kesili ig'ir bemorlar 5952 ga yetgan. Fahrettin Koca yana ig'ir bemorlarning ko'payish nisbatining ozayotganligini, zarur tadbirlarga davomli rioya qilish kerakligini bildirdi. Turkiyada bu hafta oxiridami sirtqi chiqish cheklamasi ijro qilingan bo'lib, buning yana bir mezgil davomlashadiganligi ma'lum bo'lmoqda. Xitoyning bir necha shahrida yana virus tarqaldi. Fransiya Xalqaro radiosining 11 dekabrdagi xabarda bildirilishicha, Xitoyning bir necha o'lka va shaharlarda yuqumlanuvchilar bayqalgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy Səhiyyə Komiteti juma kuni atigan bu vaqtda ma'lumot berib, yangidan 15 kishining yuqumlanganligini jazmlashtirganligini oshkorlagan. Xitoyning bildirishicha, yuqumlanganlar ichida 9 kishi chet eldan kirgan bo'lib, 5i Shanxayda, 3i Guangdongda, 1i Yunnanda bayqalgan. Yerlikda bayqalgan 6 yuqumlanuvchining 4i Sichuanda, 2si Heilongjiangda bayqalgan. Hozirgacha o'lim voqeasi ko'rilmagan. Boshqa xabar manbalarida oshkorlanishicha, 10 dekabr Xitoy o'lkalarida 292 yuqumlanuvchi bayqalgan. Buning ichida 5 bemorning ahvoli og'ir ekan. Bildirilishicha, Xitoyning bir necha o'lka va shaharlarda yuqumlanuvchilarning bayqalganligi e'lon qilingandan keyin, Hong Kongmi 86 yuqumlanuvchining bayqalganligini e'lon qilgan. Buning ichidagi 81 kishi yerlik, qolgan 5 kishi chet eldan kirgan ekan. Bu sababli yuqumga qarshi tadbirlar kuchaytirilgan bo'lib, sirtdan kirgan kishilar cho'qim bekitilgan mehmonxonalarda 14 kun ko'zlatilgan. Yo'lovchilarning hammasi sho'lgay avrishkisi tekshirishidan o'tkazilgan. Üç yıldan beri ayrılıp durayotgan Saddam ailesi qayta jam bo'ldi. Avustraliyada yaşayotgan Uyg'ur yosh Saddam Abdusalam Xitoy sababli 3 yildan beri ayrılıp yaşayotgan ayoli Nadira Ömer ve 3 yoshli o'g'li Lutfi bilan 10 dekabr Avustraliyaning Melbourne shahrida qaytadan jam bo'ldi. Saddam Abdusalam Twitterga yo'llagan uchurida ayoli bilan aerodromda tushgan suratlarni ham baharlab, ayoli va 3 yildan beri yuzma-yuz ko'rib boqmagan o'g'li bilan jam bo'lganligini, ularning jam bo'lishi uchun yordam qilgan har bir kishiga rahmat aytadiganligini bildirgan. Avstraliya fuqarosi bo'lgan Saddam Abdusalam ayoli Nadira Ömer bilan 2016-yil to'y qilgan. Nadira 2017-yili o'g'li Lutfiga homildor vaqtida oilasini yo'qlab kelish uchun Sharqi Turkistonga qaytgan. U qaytib borgandan keyin Xitoy soqchilari tomonidan tutqun qilinib, 2 haftadak so'roqqa tortilgandan keyin qo'yib berilgan. Ammo uydan ayrilishiga ruxsat qilinmagan. Saddam Abdusalam bu haqda xalqaro taratqular orqali o'z ahvolini butun dunyoga bildirgan. Shundaqla Avstraliya hukumati va xalqaro tashkilotlardan bu haqda yordam talab qilgan. Avstraliya hukumati yaqinqi 2 yil mobaynida uning ayoli va o'g'lining Avstraliyaga kelishiga ruxsat qilishini Xitoydan talab qilib kelgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy doiralari buningga aniq javob bermay kelgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi g'oyib bo'lgan Uyg'ur qiz ayollarining videosini ishlab e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 10 dekabr xalqaro kishilik huquq kuni munosabati bilan
Aile tavabiatları Xitay lagerlarida g'oyib bo'lgan Uyg'ur qiz ayollarining videosini tarqatib, Uyg'urlarning dafsanda qilinishida javobgarligi bor shaxs organlarni jazolashni davomlashtiradiganligini bildirdi. Amerikaning yer shari ayollar ishlariga mas'ul bosh elchisi Kari Kishiyori bu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotida Sharqi Turkiston vaziyatining davrimizdagi eng chong kishilik huquq krizisi ekanligini ta'kidladi. Uning qayd qilishicha, Xitoy Kompartiyasi Uyg'ur madaniyati va kimligini yimirib, butkul nupusni xitoylashtirishga urinmoqda ekan. U yana Xitoy doiralarining bo'libmi Uyg'ur ayollariga qarata majburiy tug'mas qilish, bola tushirish va boshqa nupus kontrol qilish vositalarini ishlatayotganligini bildirgan. Videoda Xitoy lagerida g'oyib bo'lgan Uyg'urlardan doktor Gulshan Abbosning Amerikadagi qizi Ziba Murat bilan tadqiqotchi Rahila Davudning qizi Aqida Po'lat va Erkin Osiyo radiosining muxbiri Gulchehra Xo'janing so'zlariga o'rin berilgan. Ziba Murat so'zida agar onasi hayot bo'lsa, uni o'zlarining bilishi kerakligi va uni qaytirib kelishga yordam qilishini talab qilgan. Aqida Po'lat xalqaro jamoat va kishilik huquq tashkilotlarining Xitoy rejimini javobgarlikka tortishini umid qilganligini bildirgan. Gulchehra Xo'ja Uyg'urlarning Xitoy bo'lish yoki o'lishdan iborat ikki yo'ldan birini tanlashga majburlanayotganligini bildirib, agar xalqaro jamiyat Xitoyga qarshi darhol va unumli chora qo'llanmasa, balkim biz pat yaqinda halok bo'lishimiz mumkin deb ta'kidlagan. Xitoy doiralari Aqsu viloyatiga 21 ming Xitoy o'qituvchi qabul qilgan. Xitoy doiralarining yaqinqi 4-5 yil ichida Sharqi Turkistondagi maktablarga Xitoy o'lkalaridan zo'r ko'lamda o'qituvchi yo'tkab chiqqanligi ma'lum bo'ldi. Aqsu gazetining 11 dekabrdagi xabarda oshkorlanishicha, bu mezgil ichida Aqsu viloyatining o'ziga 21 ming o'qituvchi taklif qilingan. Xabarda buning 13-5 yillik plan mezgilda yuz berganligi, yangi o'qituvchilarning nahiya bozorida, uyi, yezi bozorida yotiqi bo'lish asosiy jihatdan ishga oshganligi ta'kidlangan. Xabarda bayon qilinishicha, yerlik doiralar taklif qilingan o'qituvchilarni Aqsuda tutib qilish uchun ularning o'ltiroq uy va ta'minotini ko'rinarli yuqori ko'targan. Lekin kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, Xitoy doiralarining Sharqi Turkistonga Xitoy o'lkalaridan zo'r ko'lamli o'qituvchi taklif qilishi uning 2017-yildan boshlab texmo keskinlashgan madaniyat qirg'inchiligining bir parchasi ekan. Xitoy rejimi 2017-yili boshlangan cho'ng tutqunda Uyg'ur tili darsligini birdak bekor qilib, maktab, idora, jamiyat ommaviy so'rinlarda Uyg'ur tilida so'zlashni cheklagan. Uyg'urlarning nurg'un adabiyot, tarix o'qituvchilarini lagerlarga qamab, ota-onasiz qolgan 100 minglagan Uyg'ur farzandlarini yotoqliq maktab nomidagi yetimxonalarga yo'tkigan. NATO Xitoyga qarata strategiyasini o'zgartirdi. Xitoyning dunyo tinchligi, bexatarligiga qarata shakllantirayotgan tahdidi G'arb qimmat qarashiga elib kelgan xirislari, G'arbning demokratiya, erkinlik, kishilik huquq sistemasiga selayotgan buzg'unchiliklari yillardan buyon nurg'un munozaralarga sabab bo'lgan bo'lsa-mu, G'arb ellarining buningga qarshi unumli tadbirlar bilan taqobil turishning yo'llari ustida elib borgan izlanishlaridan ko'rinarli natija chiqmagan edi. 2019-2020 yillarga kelganda bu masala Yevropa ittifoqida hamda NATO Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkilotida jiddiy ko'ngil bo'lishga tegishli tema sifatida kun tartibini egallagan. Bugun G'arb analizchilari uzun yillardan buyongi Xitoy tahdidiga sal qarash va uni tuvan mo'ljallashdagi xatoliklarni tuzatish uchun jiddiy harakatga o'tgan. Amerikaning bo'libmi 2020 yildan buyon Xitoyga qarata yurgizishga boshlagan tashqi siyosatlarda borliqqa kelgan o'zgarishlarmi G'arb dunyosiga ta'sir ko'rsatishga boshlagan omillarning biri bo'lgan. Germaniya Do'lqinlari radiosining 9-dekabr e'lon qilgan "Do'stmu, dushmanmu? Xitoy NATOni g'aflat uyqusidan uyg'otdi" nomli xabarda bayon qilinishicha, mutaxassislar tunugun NATO 2030 nomli bir analiz dokumentini e'lon qilgan. Dokumentda Xitoyning butun dunyoga tahdid shakllantirayotganligiga doir tushunchalarga o'rin berish bilan birga, NATOni bosh ko'tarayotgan Xitoyning o'tkir raqobatchiga aylanganligi bilan ogohlantirgan. Biroq dokumentning konkret mazmuni texi oshkorlanmagan. Qisqacha NATO deb atalgan Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkiloti 1949-yili 4-aprelda Washingtonda qurilgan. Belgiya poytaxti Bryussel uning markazi qilib bekitilgan. Dastlabda 12 G'arb davlati bilan qurilgan NATOga hozir 30 davlat a'zo. Aslida Sovet ittifoqining tahdidiga taqobil turishni maqsad qilib qurilgan bu harbiy ittifoqning 1960-yillarda tuzgan strategik planlarida hozirga qadar bak cho'ng o'zgarishlar bo'lmagan.
Xitoy tahdidi bosh ko'tarishga boshlagandan keyin Amerika, Germaniya, Fransiyalar NATOni isloh qilish, uning strategik planlarini yangilash takliflarida bo'lib kelgan bo'lsa-mu, bu taklif faqat 2019-yili Xitoydan taralgan Xitoy virusi dunyoni qoplashga, Xitoy rejimining tajovuzchilik asli mohiyati oshkorlanishga boshlagandala, ondan NATOning xizmat ustiliga chiqqan. Xabarda ta'kidlanishicha, NATO mutaxassislar guruhi birligining raisi, Amerikaning sobiq diplomati Wes Mitchell mazkur dokument haqida to'xtalganda, tasavvur qilg'ili bo'ladigan kelgusiga qarata aytganda, Rossiya yanada NATOga nisbatan kelajakdagi eng asosli harbiy tahdid bo'lib qoladi. Biroq Xitoyning bosh ko'tarishi NATOning strategik muhitidagi eng zo'r ta'siri, eng kuchli bir o'zgarishni, NATO astoydil taqobil turmasi bo'lmaydigan bir o'zgarishni paydo qildi degan. NATOning bosh kotibi Jens Stoltenberg bu dokumentga bergan bahosida texmi ochiq qilib, Xitoy bizning qimmat qarashimizni qabul qilmaydi, kishilik huquqni dafsanda qiladi, boshqa davlatlarni bo'zaq qiladi hamda u biz bilan bo'lgan sistemalik raqobatini kunsuri kuchaytmoqda degan. NATOning strategik planlarini yangilab Xitoyni nishonga elishi Uyg'urlarning navbatdagi vaziyatiga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida Ankara Hacettepe Üniversitesi o'qituvchisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandi NATOdagi bu o'zgarishning Xitoyga nisbatan zo'r besim paydo qiladiganligini va buning Uyg'urlarga ham ta'sir bo'ladiganligini tilga oldi. Yaponiyadagi Uyg'ur o'quvchi o'z tadqiqot sohasida zo'r natijaga erishdi. Yaqinda Yaponiya Chiba Universitetining nanomateriallar kasbida doktorlikda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchi Abduxabar Mirzahmatning tadqiqot maqolasi dunyodagi danglik ilmiy jurnalga besilib, muhojiratdagi Uyg'ur xalqini iftixorlantirdi. Abduxabar apandining mazkur tadqiqot maqolasi ximiya, fizika va material ilmiy sohalarida dunyoda oldingi 10 ning ichiga kiradigan ilg'or materiallar jurnaliga besilgan. Tadqiqot maqolasida navbatda perovskit materiallarni tadqiq qilishda jiddiy va muhim bo'layotgan, tadqiqot jihati qiynalayotgan masala hal qilingan. Abduxabar apandining ijtimoiy taratqularda bildirgan ma'lumotiga asoslanganda, u tadqiqot maqolasida quyosh energiyalik batareya sohasida zo'r g'ulg'uliq qo'zg'agan, perovskit quyosh energiyalik batareyaga eng ko'p ishlatilayotgan material orqali yasab chiqilgan nepiz pardining eng ustining qanday holatda bo'lganligini, qaysi ilmiy netlar borligini intayin oson va unumli usulda aniqlab chiqqan. Bu tadqiqot natijasi yana nazariya jihatdan dalillangan. Garchi bu jihatdagi tadqiqotlar intayin ko'p e'lon qilingan bo'lsa-mu, ammo eng ustidagi ilmiy netni tepib chiqish intayin tas bo'lganlikdan yaxshi natijalar o'tirg'i chiqmagan ekan. Doktorant Abduxabar Mirzahmat vatanda qo'llanishchan ximiya kasbi bo'yicha bakalavrlik unvoni va keyingi mezgilda yuqori molekularlik ximiya va fizika kasbida magistrlik unvonini olgan. Yaponiyaga borgandan keyin kasb almashtirgan bo'lib, nanomateriallar kasbi bo'yicha doktorlikda o'qimoqda ekan. Erdo'g'an Amerikaning embargo planini Turkiyaga qilingan hurmatsizlikdir dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Qo'shma Shtatlarining Turkiyani Amerikaning raqiblariga embargo yurgizish yo'li orqali qarashtirish qonuni degan bir narsa bilan ro'baro'lashtirishi Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkilotidagi muhim bir ittifoqdoshiga qilingan hurmatsizlikdir dedi. Cumhur Reis Erdoğan Ozarbayjondan qaytish yo'lida har qaysi taratqularning vakillari bilan suhbatlashdi. U suhbat jarayonida Amerikaning Turkiyaga embargo yurgizganligi to'g'risidagi tahdidlar haqida to'xtalib, Turkiya NATOga a'zo davlatdir. Amerika bir NATO davlatidir. Yana kelib Turkiya NATOning oldingi qatordagi 5 davlatining biri. Boshqacha qilib aytganda, odatdagi bir davlat emas. Mayli Trump davrida bo'lsin yoki Obama davrida bo'lsin, iftixorlangan holda Turkiyaga o'xshash bir NATO davlatiga egamiz deyildi. Endilikda Turkiyaning turibla Amerikaning raqiblariga embargo yurgizish yo'li orqali qarashtirish qonuni degan bir narsa bilan ro'baro'lashtirilishi NATOdagi nihoyat muhim bir ittifoqdoshiga qilingan hurmatsizlikdir deganlarni qayd qildi. Cumhur Reis Erdo'g'an so'zini davomlashtirib, Amerikada vazifa o'tkazib olishdan keyin yaxshi yuzilinishlarni ko'ramiz. Biz sabr qilib natijasini ko'ramiz deganlarni bildirdi. Avstriya Asosiy qonun sud mahkamasi yig'liq ortish cheklamasini bekor qildi. Avstriya Asosiy qonun sud mahkamasi boshlang'ich maktablarda yig'liq ortishni cheklash asosiy qonunga xilof deb hukm chiqardi.
Sot mahkemasi 2019-yili mayda bosh minister Sebastian Kurz boshchiligidagi o'ngchil hukumat tomonidan parlamentda ma'qullangan boshlang'ich maktablarda yig'iliq ortishni cheklash qonunining asosiy qonunga xilof ekanligiga hukm qildi. Avstriya asosiy qonun sud mahkamasi boshlig'i Kristof Grabenwarter muxbirlarni kutib olish yig'indagi so'zida sud mahkamasining boshlang'ich maktablarda boshni butunlay diniy kiyim-kechak yoki simvollik narsalar bilan yo'gashni cheklaydigan xalq orasida yig'iliq ortishni cheklash qonuni deb atalayotgan qonun to'g'risidagi hukmini e'lon qildi. Grabenwarter oshqun o'ngchil hukumatning 2019-yili ijro qilishga boshlagan boshlang'ich maktablardagi yig'iliq ortish cheklamasining barobarlik prinsipiga zidligi sababidan bekor qilinishiga hukm qilinganligini aytdi. U ma'arif sistemasida faqat musulmonlarning diniy kiyimlarini cheklashning bu guruhining jamiyatda kamsitilishini keltirib chiqaradiganligini aytdi. U so'zini davomlashtirib, asosiy qonun sud mahkamasining hukumatning ilgari surganining aksicha maktablarda diniy kiyim kiyish ma'arif sistemasida hech qanday to'qinish paydo qilmaydi deb qaraydiganligini. Shundaqla har xil dinlar va dunyo qarashlar orasida faqat islom diniga mansub bo'lgan kiyim-kechakning cheklanishining ma'arif qonuniga xilof hukm ekanligini qayd qildi. Asosiy qonun sud mahkamasi boshlig'i yana yig'in chaqlaganda cheklama ma'arif qonunining 43-tarmog'ida ko'rsatilgan barobarlik, fikr erkinligi, dunyo qarash va din erkinligi prinsipiga xilof dedi. Avstriya asosiy qonun sud mahkamasining boshlang'ich maktablarda yig'iliq ortishni cheklaydigan qonunning asosiy qonunga xilof ekanligi to'g'risidagi qarori jamiyatning har qaysi qatlamlari bo'libmi musulmonlarning qizg'in qarshi olishiga erishdi. Avstriyada taxminan 1 yildan buyon boshlang'ich maktablarda ijro qilinayotgan yig'iliq ortishni cheklash qonuni asosiy qonun sud mahkamasi a'zolarining o'rtaq qarori bilan asosiy qonunga xilof deb qaralib bekor qilindi. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bugünkü xabarlarımız müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki xabarımızı görüşükçe sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmaz. Şunaqlı program ahırda ekran arkasındaki barlıq hizmetdaşlarıma köptün köp rahmet eylemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.